Bugun sizlar bilan butun O'zbekistonga kerak bo'lsa butun dunyoga yoqilgan tandirlarimizga eng ko'p tushgan savollarga sizlar bilan birgalikda javob berishga harakat qilamiz. Bu zamonaviy tandirlarimiz gazda ham, o'tinda ham ishlaydi. Shunaqa mayda somsadan o'z bag'riga 110 ta, Toshkent yopgan nonidan 10 ta qilsa bo'ladi. Tandir go'sht, tandir stekli uchun nirjavikidan bo'lgan naborlari bor. Tandirimizning 4 ta baloni bor, joyini o'zgartirib maza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Ko'rgan odam buni suvenir deb o'ylaydi. Bizda har xil ranglardan bor tandirlar. Toshkent shahar bo'yicha dastlabkasi bepul. Viloyatga shunaqa chiroyli upakovkalarda chiqib ketadi. Bizda butun dunyoga dastlabki xizmati bor. Amerika deysizmi, Kanada deysizmi, Angliya deysizmi, muammoyo yetkazamiz sizlarga. Bu tandirga nima kerak bo'lsa, hammasi naborini ichida bo'ladi. Hech qayerdan hech narsasini qidirib yurmaysizlar. Sizlarni ham asabiylanib zadim. Instagramda zo'r qilib reklama qiladi-da, narxini aytmaydi. Nima narxini aytmaydi? O'ziga to'g'ri kelgan odam oladi-da, to'g'rimi? Eng zo'r joyini aytaymi? Somsa nondan keyin tandir go'sht, tandir steklani shunaqa nirjavikidan bo'lgan naborda bemalol qilib olsangiz bo'ladi. Somsa nondan tashqari go'shtlarni ham yopib ko'rsangiz bo'ladi tandirda. Buni ham mazasi takrorlanmas chiqar ekan. Bitta yopib ko'rib yeb ko'rishinglarni maslahat beramiz. Baribir tandirda pishgan somsa nonlarni mazasi boshqa. Sizlar ham yoshliginglarda tandirda pishgan somsa nonlarni tandirdan uzilishi bilan suvga solib yeb ko'rganmisizlar? Shunaqa issiq nonlar bilan qaymoqlar ketadi-yu. Xullas, mana shu go'zal tandirlarimizning narxini bilmoqchi bo'lsanglar, mana shu videoga bitta like bosib, kommentariyada plus belgisini qoldirsanglar, Instagramni o'zi yozib o'ragan qilib qo'yganmisizlar. Gapimga javob mana shu videoning ikkinchida turgan odamga borib qo'ying, sizga bitta shunaqasidan beradilar.